Raqamli valyutalar ortida kimlar turadi? Raqamli valyutalar ortida kimlar turadi? Bu savol oddiy tuyuladi, lekin javob chuqur, qorong'i. Mahkama banklar, hukumatlar, moliya tizimlari, yuzlarda tabassum, qo'llarda kodlangan algoritmlar. Ular barqarorlik va'da qiladi. Tezlik, qulaylik, shaffoflik deydi. Ammo ortida yana bir qatlam bor. Xususiy kompaniyalar. Kodlangan ularning serverlari, yangi bank kassalari, ularning ma'lumot bazalari, sening hamyoning. Va eng past qatlam ko'zga ko'rinmaydigan kapital egalari. Ular valyutani emas, odamlarning xatti-harakatlarini boshqaradi. Har bir tranzaksiya ma'lumot, har bir xarid profil, har bir raqam guru. Pul endi qog'oz emas. Bu kod va kod ustidan nazorat hokimiyatning yangi shakli. Sen uni ishlatasan deb o'ylaysan, aslida esa u seni ishlatadi. Raqamli valyutalar bu nafaqat kelajakning puli. Bu kelajakning jilovi va jilov qaysi qo'lda bo'lsa, kelajak ham o'sha qo'lda.